Assalomu alaykum. Qadrli hurmatli obunachilar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Hop, xudo xolasa yangi ishlarimiz o'z yakuniga yetdi. Bu yerga общий uzunligi 8,5 metr bo'lgan veranda terasga qo'yib berdik. Pastdan tepagacha bo'lgan uzunligi 240 bo'lgan. Hop, shu holatda xudo xolasa ishlarimiz yakunlandi. Ikkita eshigimiz bor. Hop, eshiklarda shotlanka tosh yo'lli shotlankalar bilan hop, Red Pen alyumin seriyadan bo'lgan. O'sha Red Pen bilasizlar. Shu Akfa'ning ikkinchi eksport varianti hisoblanadi. Xo'p, aynalar bir qavat oq aynada, romlarimiz ko'zlari bir-biriga mos bo'lgan holatda bitta ochilish, bu yerda ikkita ochilish, keyin ikkita eshik qo'yib berganmiz. Xo'p, taglari arkafon bo'ldi. Bir xil seriya holatda, shu ichkarida odam o'tirganda, suyanganda ko'rinmasligi uchun akamiz o'zining talablariga ko'ra qilib berdik. Xo'p, razmerlariga aytadigan bo'lsam, hop 260 bo'lgan eni. Hop, keyingi eshigimiz, hop, eshiklarimiz 120 tushgan o'rtasi. Bunisi adashmasam 190 atrofida eshik bo'lgan, keyingisi 185, keyingisi hop u eshigimiz sal eni kattaroq, 130 li eshik bo'lgan o'rtasida. Yonidagi ko'zi 60 sm bo'lgan. Hop, bu ishimizga qo'yib ketganimizga 3 kun bo'ldi. Shotlankamiz tayyor bo'lmagani sababli shotlankasini endi kelib qo'yib beryapmiz. Manzili aytishdan chiqdi. Farg'ona viloyati Yozyovon tumani, Yoshlik MFda bo'lyapti. O'zimizga yaqin joyda edi, shuning uchun shotlankasini keyin kelib bo'lsa ham qo'yib berdik. Xo'p, shu holatda ishlarimiz yakunlandi. Ichkaridan ham bir qator ko'rsatib o'taman. Hop, mana ko'rib turgan holatlar shunaqa. O'zlari shilib, tayyor qilib, shu zolotoy dub holati ham bo'lgan. Shotlankalar ham yaqinroq ko'rinishdan termor uchkalardan bo'lgan. Narxiga keladigan bo'lsak, shu joyimiz общий holatda 10,700,000 so'mga olib kelib o'rnatib berdik. Hamma yo'q ichida bo'lgan holati bilan. Xo'p, bular ichkaridan ko'rinishlarini ko'rsatib o'taman. Bu tomonda bitta forchka, keyin bu tomonda yana bitta forchka bo'lgan. Qaychi mexanizmlari bilan o'sha aynalar solinyapti hozir. Bitta ichkaridan video qilib ko'rsatib beraman. Ichkari ko'rinish holatlari. Xo'p, aytganimdek, taylar arkafonlar bilan yonlariga penalarni natijada sepib berganmiz. Tepalarida zazor yo'q pashti, tepaga yopishtirib ketganmiz. Liniyalari bitta tekis holatda olib kelganmiz. Xo'p, ochilishlari Akfa'ning o'zini yangilangan logotiflari bilan yopilishlari xudo xolasa yengil holatda. Ichki tashqi rezinkalari ham yo'q. Akfa'ning o'zidan ishlatilgan. Bu yerda esa qaychi mexanizmlari bilan, mana xudo xolasa shu 90 gradusgacha turadi. Ochilganda tepadan ham, pastdan ham, tepadan ham havo aylanaveradi. Yopilish holatda shuna borib o'zi yopiladi. Xo'p, pastdan tepaga ochilish varianti bo'lmadi, chunki odam o'tganda tegadigan bo'lib qoladi. Shuning uchun tepadan pastga ochiladigan qilib berdik. Qo'l bemalol yetadi odamga. Xo'p, nigirovkalari termor uchkalari bilan xudo xolasa yengil holatda qilib berdik. Shotlankamiz ichkaridan lipochkalari bor, dirillamaslik uchun. Ochilib yopilganda ham shtob lishni ovozlar chiqmaydi. Shu holatda bo'ldi. Xo'p, bu tomonda esa delfinlari bilan mana Akfa'ning o'zidan yopilishlari ham yengil holatda bo'ldi. Ikkita ochilish qo'yib berdik, bu yerga shtob havo ko'proq aylanishligi uchun. Bu yerda yana bitta qo'shimchasiga forchkalari ham bor. Forchkasi ham o'ziga mos holatda, mana bu ham qaychi mexanizmlari bilan bo'lgan. Yopilishlari yengil holatda. Xo'p, uchkalari bu tomonda ham termor uchkalari bilan yengil holatda bir qo'l bilan yopildi. Bu tomonlari ham zich yopishgan. Xo'p, hammaga rahmat. Xudo xolasa kimga shunaqa eshik-romlar kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilasizlar. Ishlayni sifatli, garantiyali qilib olib borib o'rnatib berish harakatini qilamiz. Xo'p, xizmatlarimiz vodiy bo'yicha o'sha Andijon, Namangan, Farg'ona olib borib o'rnatish, ustanovka xizmatlari bepul. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kimga shunaqa eshik-romlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga murojaat qilasizlar. Hammaga rahmat.